Nima ish qo'yadi? Nima bezor doktor va shu grija bor. S3 bilan S5 de. Ha. Bundan 3 yil oldin bo'luvdi. Keyin bu o'sha uyda mashq qilib, anaqa bo'lib yaxshi ketdi. Bu og'rimadi. Uylash qishda ozgina 1 soatda sog'ida qilib ketdim bir joyda. Ha. Yana o'shanda yana og'riq bo'ldi. Og'riq qayerda bo'lyapti? Og'riq hozir mana nervi anaqasini qilsa, andab turing. Menga beryapti. Bu kechqurun bu og'riq bo'lmaydi. Ertalab turib bomdodni o'qishni boshlaganimda, tikka turganimda meni tizzam zirqirayapti. Yana yurganimda og'riq bo'ladi, ozgina bo'ladi-ki, ozgina yurganda og'riq o'z-o'zidan o'tib ketadi. Hozir ham bu yerda o'tirdim. Kelgandan keyin og'riq o'tib ketdi. Fizioterapiya qilaveradi. Shikoyat desam, bir tomonga tortadi. Tushunarli. Asosan mana bu asosan mana shu tomon, mana shu tomon. Mana bashidan qo'lingizga yo'l. Nervi tolas o'sha qisib qo'ygani. Shu degan keyin. Baqa o'g'irli. Bo'yinni mana yelkani tekshirganimda yo'q, shishlar bor bellada. Hop, chapga egiling. Og'riq bo'ladimi? Bunga egiling. Og'riq bo'ladimi? Og'riq mana shu yerda, mana. Hop. Mana shu yerda hozir egildik-ku. Egilganda shunda bor. Bir egilganda mana shu tomonda kuchaydi. Mana shu yerdan boshlanadi. Mana hozir og'riq jiz etdi-da, aniqa bo'ldi. Hozir yurganimda mana zirqirash pastga tortganda bo'ladi. Tushunarli. Aql o'g'irligini. Mana urganimda. Yo'q, yo'qda. Tushunmadim? Yo'q. Tushunmadim? Yo'q. Hop, oyoq uchida yurib ko'ring. Mana bunda yurganda mana doktor menimda og'riq bor. Ina anaqada jimirash bor, Jimirash bor. Tushunarli. Tovonda yurib ko'ring-chi aka. Tovonda yurganimda mana menga hozir anaqa beryapti, nima? Og'riq, tortilib. Og'riq. Teva qarab. Tushunarli. Hop, mana og'riq mana shunda kuchayadimi? Ha, kuchayadi. Hop, kuchayadi. bosh baqa qilib, pastga qarab yotib olaychi birinchi. Bosganimda og'riq kuchayadimi? Yo'q, bunda kuchaymaydi. Bundachi? Yo'q. Bundachi? Yo'q, tevaga chiqarsangiz kuchaymaydi. Hop, mana. Kuchayadimi? Yo'q, bunda ana endi kuchayadi. Osmonga qarang. Shu tomir anaqa tortildi-ku. Hop, mana ko'targanimizda og'riq. Og'riq mana vashidan boshlandi. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Mana aylantirganda. Ko'rdingmi? Yo'q, aylantirganimizda. Mana bundachi? Yo'q, aylantirganda. Mana bundachi? Bunda og'riq mana vashiqqa beradi. Ha. Mana aylantirganda. Yo'q, aylantirganimizda ko'targanimizda beryapti. Tushunarli. O'tiring. Ko'targanimizga simptomi deydilar. Shu ko'targanda og'riq berishining sababi baqa o'g'irlangan. Har bir insonda mana boshdan nerv tolalari tarqaladi aka. Mana yo'g'on qizil tola turibdi. Mana shu markaziy asab nuqtasi hisoblanadi. Va shu tarmoq orqali qo'llarga o'tadi, bo'yin orqali. Mana yelka suyaklari mana shu joygacha bo'ladi, qovurg'alarga o'tadi. Bundan tashqari mana bel qismidan, mana misol uchun 5 ta suyak bor mana shu yerda belda. Ana shu nuqtalardan sizga 3 tasi qisilib qolgan. Ya'ni L5, S1, L3, L4, L4, L5 nuqtada 3 ta qisilish turibdi hozir. O'sha qisilish hisobiga mana bosh miyadan kelyapgan signal oyoqqa o'tmayapti o'sha. Ba'zilarda shunaqa og'riq bilan namoyon qiladi. Shunaqa holat bor sizda. Ya'ni ikkita suyak ezilib, tog'ayi ezib qo'yapti-da, nerv tolasiga ta'sirlantirib qisib qo'yapti. Va undan tashqari sizda mana bunaqa yallig'lanish holatlari mavjud. Va mana bunaqa yorug' holatlari ham bor. Endi buni davolash uchun, mana ezilganligi uchun sizga yengil-yengil masaj qilish kerak, cho'zish kerak. Yengil-yengil masaj qilib cho'zib va yallig'lanishga qarshi vositalarni berib, uyg'unlashtirib davolash kerak va fizioterapiya bilan uni mustahkamlab muolaja qilinadi. Shularni birlashtirsa, inaki sizga yaxshi effekt bo'ladi aka. Yana ham bir chuqurroq bir ma'lumotga ega bo'lib qo'yishimiz uchun bir MRT qildirib berasiz menga. MRT oldin qildirgandim. Qancha bo'ldi?
O'sha oldin birinchi bo'lganimda, o'shanda tushganimda o'sha S1, Ha. S3, S5 edi. Ha. Anaqa bor dedi. 0,3 millimetre. Ha. O'sha anaqa dedi. Yine unda men o'zim uyda nima qildim? Yotdim. O'zim yotdim uyda 3 oy. O'sha gimnastika qildim uyda. Yengil gimnastika qilib berdim. Keyin shu bilan qolib ketdi. O'tib ketdi-da menda. Ha. Endi uni bitmayman. Yine o'sha 1 oy ichida men to'xtatmay ertalab kechganim. Asalariga Choqtirdingiz. oyoqqa choqtirdim 4 ta bir kun. Bir kun belga choqtiraman uyda yotaman, ish qilmasdan. Shu bilan o'tib ketdi. Keyin bir qishda o'sha sovuq bo'lgan kuni bir joyda qaytib ketdim. O'zim shu kuni o'zim miyam urdi. Endi bu grijer qo'zg'atdi va sovuq o'tib ketdi. Atamda bo'ldi. Shunaqa narsaki, bu grija hammada har xil qo'zg'aladi-da. Ba'zilarda radikulit bilan hamohang bo'lib qo'zg'aladi. Ya'ni sovuq hisobiga Sovuq hisob. muskul tolalar shamollab qoladi va shunaqa harakatni cheklab qo'yadi. Asosan harakatni ishlatadigan narsa skelet muskullar deyiladi. O'sha muskullar shamollab qolgan, sizda spazmga uchrab qolgan. Mana tarang turibdi, o'ngga chapga egilganingizda, oyoqlaringizni harakatlantirsam tarang turibdi, og'riq turibdi. Shular mushaklardan. Endi biz o'sha boya aytganimda, dori-darmon terapiyasi o'sha mushaklarni faollashtiradi. Biz yengil massaj qilib, o'shalarni harakatlarni ezilib qolgan joylarni biz to'g'rilab qo'yamiz. Ya'ni mexanik ta'sir hisobiga bo'lgan problemani massaj muolajalari, manual terapiyalar bilan to'g'rilaymiz. O'shanga aytaman, endi hozir biz o'zimiz ko'p suv shart emas, doktor. Massaj olaylik. Mayli qilib beraveramiz. Endi hozir siz menga o'sha keyin o'sha neri tog'larni aytish kerak-da baribirda. Neri tog'larni aytish kerak. Agar siz ro'za bo'lsangiz, dori-darmoningizni uyga berib yuboramiz, bu yerda atrofingizdagi ambulatorni nimalar bilan olasiz. Umuman suv ko'ra olmaganman-da. Endi bunda bitta narsani tushuning, mana massajda shunaqa narsa bo'ladiki, massaj muolajalari, fizioterapiya shunaqa bo'ladiki, yallig'lanish holatini tanadan haydaydi-da. Endi uni ajratish uchun kordari ham berish kerak. 10 yillik tajriba. Sizlarga bu kordari lekin vaqtincha meni og'riq qoldirib turib, o'sha massaj olganimda keyin sizda bir 5 kunmi, 10 kunmi deyiladi. Endi men kordari oldim-a, ichini. Bu keyin meni 15 kundan keyin bu kordari vaqtincha to'xtatib qo'yib kordarini mana, yo'q, kordarini o'zini olsangiz vaqtincha bo'lib qoladi. Siz agar massajlar bilan, fizioterapiya bilan olsangiz vaqtincha bo'lmaydi u. Shunga so'ragan. Lekin qilish kerak. U qilmasa bizning ishimiz yuzaga chiqmaydi. Endi ba'zi joyda to'g'risi bundan oldinlari bo'lgan vaqtincha og'riq qoldirish qilinadi, 5 kun. Siz o'sha fizioterapiya massajni olib turib tuzalganman degan fikr bor sizda, to'g'rimi? Bunaqa massaj bilan fizioterapiya bilan tuzalgansiz oxiri, to'g'rimi? Undan oldin siz kordarini olgansiz, tuzalmagansiz. Yo'q. O'shaning uchun sizga aytayapmanki, uyg'unlashtirib oling deyapman. Bittasini o'zini qilsangiz tuzalmaydi mana. Massajni o'zini ham, fizioterapiyani o'zini ham qilsangiz og'riqni kuchaytirasiz xolos. Va og'riq kuchaytirilishining sababi bittasini o'zini qilib bo'lmaydi bunga. Har tomondan hujum qilish kerak. Ya'ni mana fizioterapiya tashqaridan kirib borsa, massaj tashqaridan kirib borsa, lekin mana bunaqa shamollashni tuzata olmaydi-da. Dori-darmon qilmasa, bizning ishimiz chippakka chiqib qoladi. Ana qilamiz. Endi adamlarda oldin yotdim dema, emirtni o'shanda qildirdim. Endi 5 kun men yerda piltalab yotdim. Kordari oldim-da, og'riq bo'lmadi-da endi. Og'riq yo'qoldimi? Yo'qoldi. Banisidan chiqdim-da. O'zi asli to'g'ri yo'ldan borgansiz. O'sha ichkaridan shishlarni qaytarib turib, oxirini fizioterapiya bilan o'zi olib borgansiz, o'zi to'g'ri taktika qilgansiz o'zi. Yo'q, endi bunaqa bo'lmagandi. Kordari bo'lavergandi. Massaj bo'lmagan. Yo'q, demoqchi bo'lganim etapini to'g'ri olib borgansiz. Birinchi bosqichda dori-darmon, keyin fizioterapiya bilan boshlansa yaxshi. Og'riq yo'q mahalda massaj bilan fizioterapiya qilsangiz u yaxshi. Hozir sizga og'rib turibdi-da. Shuning uchun bu muolajani o'zini qilib bo'lmaydi, kasal mahalda. Sog'lom paytda profilaktika qilib, saunalarni qilib yursangiz yaxshi u. Mana og'riq paytida faqat mana massaj bilan cheklanib qolish yaxshi emas.
tajribaga suyanib aytaman, ko'pchilikda bo'lgan bu narsa. Men endi massajlayman. Nerv tog'larni ichishga. Aytish kerak, ha. Osonroq bo'ladi. Deb ishongan. Nima qilamiz? Boshlayamizmi? Nerv tog'larni ochaylik, masal fizioterapiyani qilaylik. Dori-darmoningizni o'rga berib yuboramiz. Mana dori-darmon doktor asosan. Yozib beraman. Shu yallig'lanishga qarshi grijani yamaydigan korlar qilib yozib beramiz, ha? Lazerlik ham bor-a? Lazer bor, ha? Lazer bor, ultrazvuk, elektroforez, parafinchalari bor, hammasi bor. O'tda-da bo'ladi, yo'qsin. Hech qurun chiqib, ulatib ketaverasiz. Mana endi qizlar 24 soat bo'ladi. Tamam. Shunda. Boshlayamizmi hozir? Boshlaymiz. Beraman albatta sizga. Voka xudo xolasa o'taman endi. Bo'ldi. YouTube'dan ham bizni kuzatsangiz bo'ladi. Rosa nimalarim ko'p, ishlarimni rosa qo'yganman. YouTube'ga ham kiring. YouTube'da grija davolash Namanganda yozing chiqadi. Ha, bo'ldi aka. Kuzating. Yo'ldan zirqirash. Mashinada. Osmonga qarab. Torting. Torting. Yuzini ham torting. 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 Oyoq uzating. Oyog'i kaftini torting o'zingizni. Qaytaring. Torting. 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 O'rtaga torting. Torting. Tashqariga qayring. Tashqariga qayring. Oyog'i mana shunday torting o'zingizni. Torting. 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 Torting bunisini. Torting. Torting. Oyog'i buklan. Yonga suring. 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 O'rtaga torting. Torting. Aka yonchalab yoting. Qo'lim bilan qil. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Yaxshi, aka yonchalab. Gavdani yelkani bo'sh qo'ying. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Yaxshi, osmonga qarang. Oyoq tomonga siljing. Bo'shashtiring. Bo'sh qo'ying, o'ngga qarang. Bo'shashtiring. Zo'r qirsinlar. Tushing pastga. Qo'lni bosh orqasiga qo'ying. Gavdani bo'shashtiring. Gavdani bo'sh saring, gavdani bo'sh qo'ying.
Yaxshi qo'lga tushiring. Oh. Bosh qo'ying. Zo'r qirsinlar-da. Qo'lingiz bir. Yaxshi qirsilyapti. Salomat bo'ling. Endi yo'tich osmonga qarab akajon. Tekshiraylik-chi oyoqlaringizni. Oyog'i mana kaftini o'zingizga torting. Qaytaring. Torting. Og'rimayaptimi? Yo'q. Hop, ichkariga qayiring. Ichkariga. Og'rimayaptimi? Haligi boyaga aytgan joyingiz? Yo'q. Yaxshi. Mana. Hop, mana. Ha. Bundami yo'q? Yo'q, bunda yo'q. Ha, bundachi? Yo'q. Mana shunda ishlaydi yo'qmi? Yo'q, bunda sekin o'sha boshlanib ko'paygan sirli mana. Ha. Sekin meni it tortganlar torani tortib kelyapti. Hop. Bo'sh qo'y. Hop, endi o'tiring aka. To'liq tuzalmadingiz. Ha, endi bugun nechinchi kun? Bugun 7-chi. Bugun 7-kun. Umumiy hisobda necha foizga yaxshisiz? Почти 80%. 80% yaxshisiz. 80%. Endi oldingi og'riqlar yo'qda, endi hozir yerda uxlab, ertalab yurib, ana qo'yibman-da. Oldingidalik o'sha 70% yaxshi. 80% yaxshi почти. Nega bel og'riq, kechqurun og'riq yo'q. Ha, kechqurungilar yo'qoldi. Yo'q. Doimiy yurgandagilar og'riqlar yo'qoldi. Yo'qoldi. Faqat ana shu ko'p yuramanki, bir 200 metr. 200 metrgacha yaxshi kelyapman. 200 metrdan keyin sekin zirqirash bo'lib boshlanadi. Boshlanadi. Hozir mana oyog'ingizni ko'targanimdagi og'riq turibdi, u L5S1 nuqtani grejasi, ya'ni eng pastdagi dumg'azani orasidagi dumg'aza bilan o'sha bel umurtqasining tugash joyidagi greja hisoblanadi. Buni davolash uchun kamroq o'tirasiz. Keyin men bir ikkita qo'shimchalarni yozib beraman. O'shalarni bir oxiriga yetib qo'ysangiz, bu og'riq ham yo'qib ketadi. Yana bir 3 oylardagi yengil bitta tekshiruvga kelib ketasiz. Chamamda 23-kuni bir tek qo'taman. Bozor bo'lsa 23-chi man. Ha, 23-chi dushanba kuni ekan. Bir kelib uchrab ketadi. Mayli, o'shalarda ham bir uchrab ketingizdan keyin menga lecheniya bersangiz, ungacha yana chiqib turaman. Yaxshi. Yaxshi, o'shalarni qilib turasiz. Men bir ikkita narsalarni yozib beraman. Yana bir qolganini yana gaplashamiz, bir 3 oylardagi yana mayli bir to'liqroq muolaja qilamiz.